Ana qanaqa apparat akalar? Suv ichida. Yo, opaxon qaymoq chiqaryaptimikan? Birov qaramay tursa orqasidan kulish bizga xosu o'zbeklarga. Ustidan kulayotib turganimizni bilib bo'lsa agar bunday qarab qolsa, sirazi jim bo'lib qolamiz. Chunki bizda duxan borda. Keyin yana zo'r hislatimiz bor. Agar kimdir noto'g'ri gapiradigan bo'lsa, sirazi ustidan kulishni boshlaymiz. To'g'rilashni o'rniga. O'zim juda ham ko'p guvoh bo'lyapman shu narsani. Ayniqsa hozir ishlayib turgan joyimda. Kimdir qanaqadir bir natija qilish uchun harakat qilyapti tursa, shu harakatini ustidan rasa kulamiz. Lekin natijaga erishgandan keyin, "Voy, dadajon, sizdan zo'r yo'q edi, voy, dod, biz sizga ishongan" deymiz. Men pokizaman, ishlatgan joyimni artib tozalab ketaman. Dagin. Lekin kimgadir nimanidir o'rgatish kerak bo'lsa yoki kimdir nimadirdir qilib bo'lgan bo'lsa, monitorini mana qilib qo'ysang, yana ham yaxshiroq chiqardi deb aqllilik qilish bo'yicha va odamiylik bilan dinni kimgadir o'rgatish bo'yicha bizga yetadigani yo'q. Bu narsani nima deydi bilasizlarmi? Bu narsani двойные стандарты deydi. Meni psixologlar bilan tupurmay gapir Shohrux. Psixologlar yaxshi tushunadi, oddiy odamlar uchun tushuntiradigan bo'lsam, двойные стандарты bu hamma narsani o'ziga qulay qilib olish. Odamiylik ham, din ham, boshqasi ham hamma narsasi bizda afsuski shunaqalar juda ko'p. Menga o'xshab haqiqatni gapiradiganlar dushman, yomon odam, tosh otamiz, detski va o'zinglar uchun xulosa qilinglar akalar.